Komünist Partiyası'ndan galip bilemeyiz. Uyghur lager şahitlardan Gülbar Hatvachi bilan Qalbinur Sidiq 28 sentabr kuni dunyoning nupusliq kishilik huquq munbarlaridan Oslo erkinlik munbirining Nyu-York shahrida o'tkazilgan yillik faoliyatida so'z qilib, dunyoni Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirgan. Gülbar Hatvachi bilan Qalbinur Sidiq Oslo erkinlik munbirining yilda bir qatim o'tkaziladigan mazkur faoliyatida zaldagi yuzlarcha kishiga o'zlarining atalmish qayta tarbiyalash nomidagi Xitoy jazo lagerlarida beshidan kechirgan qo'rqinchli qismatlarini, ro'yi va jismoniy iskanjalarni ham lagerda shohid bo'lgan qo'rqinchli jinoyatlarni tafsiliy tonishtirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga kishilarni bir kishilik insoniy burchini ado qilishga chaqirgan. Amerika Kishilik huquq fondining sohibxonligidagi Oslo erkinlik munbirining Nyu-Yorkda o'tkazilgan bu qitimqi faoliyati BDTning yillik umumiy yig'ini Nyu-Yorkda chaqirilgan. Shu munosabat bilan nurg'un davlatlarning hukumat va davlat rahbarlari Nyu-York shahrida to'plangan. Uyg'ur masalasi yana bir qitim xalqaro kun tartibidan o'rin olgan bir vaqtda o'tkazilgan. Bu Gülbar Hatvachi bilan Qalbinur Sidiqning xalqaro ommaviy sahnalarda tunji qitim guvohlik berishi bo'lmasa-mu, lekin bu ularning tunji qitim har qaysi allarning davlat va hukumat rahbarlari Nyu-Yorkda to'plangan bir vaqtda yuzlarcha kishi qatnashgan cho'ng faoliyatda xalqaro jamoatni naq maydondan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirishi bo'lib hisoblanadi. Oslo erkinlik munbirining sahnasida Gülbar Hatvachi lagerlarni taqash, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish yo'lida biz texi hayot, biz hargiz to'xtab qolmaymiz deb xitob qilgan. Qalbinur Sidiq buning uchun yig'in ahlini o'zlari bilan birga turishga, Uyg'urlarning haq-huquqi uchun kecha-kunduz kurash qilayotgan tashkilotlarni qo'llashga chaqirib, o'zinglarning bir kishilik insonlik burchinglarni ado qilishinglarni va bizga yaqindan yordamda bo'lishinglarni umid qilamiz deb ko'rsatgan. Biz tixi hayat, biz herkes to'xtab qolmaymiz, oxirigacha kurash qilamiz. Bunun uchun biz sizlarning bizlar bilan turishinglarni, bizning erkinligimiz, haq huquqimiz uchun kecha-kunduz kurash qilayotgan Dünya Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurulishini teşkilatlarını qo'llashinglarni va o'zinglarning bir kishilik insonlik burchinglarni ado qilishinglarni, bizga yaqindan yordamda bo'lishinglarni umid qilamiz. Gülbar Hatvachi asli Qarmaydagi bir neft injener bo'lib, Xitoy doiralari 2016-yili uni Fransiyadan pensiya rasmiyatlarini bejirish nomida chaqirib kelib, lagerga qamagan. U 2019-yili Fransiya hukumatining diplomatik arilishi bilan qo'yib berilib, Fransiyaga qaytib chiqqan. Qalbinur Sidiq asli Urumchi shahridagi bir boshlang'ich maktabning Xitoy tili o'qituvchisi edi. Hozir Gollandiyada yashaydigan Qalbinur 2017-yili Xitoy doiralarini o'rinlashtirishida Urumchidagi bir lagerda dars o'tishga avatilib, bu lagerda qo'rqinchli iskanjalarga shohid bo'lgan edi.